Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi mahsulotimiz, ushbu mahsulotimiz nomi 3D. Sariq korishnevoy rangda. Usti kirpichi sariq bo'ladi, sho'plari korishnevoy rangda bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishdagi sariqqa mo'koy rangi ham bor. Hamda oqqa qora rangidan ham chiqarib bera olamiz. Xuddi shu fasonimizdagi mramorning ko'rinishidagi oqqa mo'koy rangdan ham qilib beramiz. Hozirgi kunda trendda tushmayotgan облицовочный kirpichga o'xshagan lazerning gladkiy toshimiz ham bor, oqqa qorasida. Endi buni 50 xildan ortiq rangga chiqarib beraveramiz. Sariqqa mo'koymi, sariqqa korishnevoydanmi. Sokol qismiga mana xuddi shu yuzasi silliq bo'lgan rusiy toshimizdan ham bor. Hamda sokol qismiga dekorativniy bo'lgan slanец toshimizdan, Shanxayda mo'koydan seriyasidan. И разноцветный hozirgi kunda eng trendda bo'layotgan mahsulotimizdan. Ushbu Shanxay mahsulotimizni ham fasadga, ham sokolga qo'ysa ham ketaveradi. Ushbu mahsulotimizning narxi 150 ming so'm 1 kvadrat metri. Oddiy rusiy toshlarimiz narxlari bo'lsa 50 ming so'mdan. Slanец toshimiz narxi 75 ming so'm. Shanxay mahsulotimiz narxi 95 ming so'mdan. Kimga ushbu mahsulotlar qiziq bo'lsa va kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.